Umid aka, ko'pchiligiga qiziq bo'lyapti. Biz hozir Surxondaryoda nima ish qilyapmiz bu dalaga kelib olib? Odamlarga qiziqda, shu savollarga ozgina javob beraylik. Surxondaryo viloyati Angor tumanida 41 gektarlik bedazorni kelib joyida loyihasini qilib berib qaytib ketyapmiz. Xudo xolasa bugun kechqurun 2 kunda qildi u. Bir kunimiz o'sha dalani zamiriga ketdi, bir kunimiz o'sha oqaylar bilan chizib, transheyalarni magistral hamda tarqatuvchi o'sha magistrallarimizni transheya yo'llarini chizishga ketdi. Faqat loyiha xizmati uchun keldik-a, Faqat loyiha xizmati uchun. To'g'rimi? Buni o'rnatishni shu joy egalari o'zlari tashkillashtiradi. O'zlari sinab ko'rishmoqchi endi. Masalan, bu ham yomon anaqa emas, yaxshi, ancha ekonom qilishadi. O'sha ustiga beriladigan pulni evaziga, masalan, o'sha ustiga ketadigan pul evaziga avtomatik o'rnatib olishsa bo'ladi o'zlariga. O'shaning uchun biz o'zimiz yig'amiz deb telefonda chiqqan odamni ham hech qachon noumid qilmaymiz, naborat xursand bo'lamiz, chunki sezon payti hozir o'zimizda ham zakazlarimiz ko'p, ulgura olmayapmiz. Bu qazib bo'lingandan keyin, hozir chizilgan transheyalar qazib bo'lingandan keyin bitta shartimiz bor, o'sha klientga va'da berdik. Mahsulotlari yetib kelgandan keyin ham yana bitta kelib ketamiz, o'sha biletlarni, yo'l kiralarni qilib beradilar. Kelib o'zimizga ishchilarni oldida bitta qatorni o'zim yig'ib ko'rsatib beraman. O'shanga qarab qolgan dalani ham o'zlari yig'ib olishadi, xudo xolasa. Shunaqa obrazesga joy qilib beramiz dedi. Loyiha sizlarga to'g'ri loyiha o'rtoqlar, har doim aytaman, ishni boshlanishidan oldin to'g'ri loyiha qilmasak, bizga bu tizim ishlamaydi. To'g'ri loyiha deganda o'rtoqlar, mana shu joylashuv o'rni bo'ladi, unga ketadigan mahsulotlar bo'ladi. Mana imini polietilen turbani ham diametriga ham bog'liq, keyin nasosi, kilovati, mощности har tomonlama bog'liq o'rtoqlar. Bir vaqtda necha gektarni sug'arishimizga. Xullas o'rtoqlar, shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Kerak bo'lsa ko'rasizlar, bilasizlar, murojaat qilaverasizlar. Pastda nomerlarimiz bor. Joningiz sog' bo'lsin.